ko'ksida inchudur donam vodi ichra chamanim gulu gulxonam O'zbekiston ko'ksida inchudur donam vodi ichra chamanim gulu gulxonam Qorovulli qutlar go'zal zamonam mehnatda pahlavonim dur Andijonim Qorovulli qutlar go'zal zamonam mehnatda pahlavonim dur Andijonim Andijonim nur Andijonim mehnatda pahlavonim zo'r Andijonim dur Andijonim ey nur Andijonim mehnatda pahlavonim zo'r Andijonim Dekonchilik bobida ustozu farang ilmi hunar bobida donoyu tarang Dekonchilik bobida ustozu farang ilmi hunar bobida donoyu tarang Husni oftob nurida zeboyu bashang mehnatda pahlavonim dur Andijonim Husni oftob nurida zeboyu bashang mehnatda pahlavonim dur Andijonim Andijonim nur Andijonim mehnatda pahlavonim zo'r Andijonim Andijonim ey nur Andijonim mehnatda pahlavonim zo'r Andijonim Mamlakatim bo'ynida duru marjonim Talalari bebaho tunga konim Mamlakatim bo'ynida duru marjonim Talalari bebaho tunga konim Ma'mur ona vatanim Gavharistonim mehnatda pahlavonim dur Andijonim Ma'mur ona vatanim Gavharistonim mehnatda pahlavonim Andijonim nur Andijonim mehnatda pahlavonim zo'r Andijonim Andijonim ey nur Andijonim mehnatda pahlavonim zo'r Andijonim mehnatda pahlavonim zo'r Andijonim Albatta, har bir sohada ilg'or va zo'r bo'lgan tashabbuslari bilan har bir tongni, yangi kunni qarshi olayotgan Andijonimizni va bizni tomosha qilib borayotgan barcha aziz vatandoshlarimizni biz bugungi kun bilan 27-sentyabr sanasi bilan erta tongda tabriklaymiz. Boshlangan kun sizga faqat yaxshiliklarga boy bo'lishini tilagan holda Andijon nafasi dasturini jonli efirlarini e'tiboringizga havola etamiz. Assalomu alaykum. Bizni tomosha qilayotgan aziz yurtdoshlar, qadrli teletomoshabinlar, kuzning yana bir kuni 27-sentyabr haftaning eng oxirgi ish kuni shanba kunida yana sizning e'tiboringizda jonli efirlarda Andijon telekanalining Andijon nafasi ko'rsatuvi. Umid qilamizki, bugun ham bizga hamroh bo'lasiz. Jonli efirlarda aynan yurtdoshlarimiz, samimiy insonlar bilan bo'lgan suhbatimizni va go'zal taronalarni maroq bilan, mazmun bilan tinglaysiz va dam olish soatlaringiz ko'ngildagidek o'tishiga biz astoydil harakat qilamiz. Gulmira opa, mana kuz fasli ham tobora aynan kuz faslining birinchi oyi o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Bugun 27-sentyabr sanasi. Umuman olganda har bir kun o'zini tarixiga ega, turli bayramlar, voqealar sodir bo'lgan
mana bir necha kunlardan so'ng esa barchamiz uchun aziz va qadrli bo'lgan o'qituvchi va murabbiylar kuni keng tantana qilinadi. Aynan bugun dasturimiz davomida mana shunday pedagoglar bilan, oliy toifali ustoz va murabbiylar bilan suhbatlarni amalga oshiramiz. Bugungi sanaga ahamiyat qaratsak, 27-sentyabr sanasiga, aynan bugun xalqaro turizm kuni sifatida butun dunyo bo'yicha keng nishonlanar ekan. Mo'g'uliston mamlakatida esa televideniya xodimlari kuni, Turkmaniston qo'shni mamlakatimizda esa aynan mustaqillik bayrami keng tantana qilinar ekan. Shu bilan birgalikda menda ham ma'lumotlarga ko'ra 1821-yilning aynan 27-sentyabr kuni Meksika Ispaniyada mustaqillikka erishgan kun ekan. Shu bilan birgalikda qarang, 27-sentyabr shoir, tarjimon Rauf Parpini ham tavallud topgan kuni ekan. Shu asnoda anons berib o'taman. Bugun ustoz va murabbiylar haqida juda ham chiroyli she'rlar ijro etiladi o'quvchi yoshlarimiz tomonidan. Bugun aynan mana shu Hind kino olamiga qiziqasizmi? Aynan Hind filmlarini yaxshi ko'rasizmi? Hind filmlarini juda ham sevib tomosha qilaman. Birozgina fantastika bor, birozgina kuchli o'xshatishlar, haligi qo'shimchalar bor deyiladi, lekin baribir Hind filmlari endi bolaligimizdan yaxshi ko'rganmiz. Bejizga aynan vaqtida savol bermadim, mana ma'lumot o'zingizda ham turibdi. Aynan 1932-yil 27-sentyabr sanasida Hind kino rejissyori, prodyuser va ssenarist Yash Chopra tavallud topgan. Aynan bugungi sanada qarang, o'ziga xos bayramlar, tavallud kunlar aynan 27-sentyabr sanasida. Qarang, ana Mahobharat filmi bo'lardi, Hind seriali bo'lardi, shunda Yash Chopra, Diyar Chopra. Demak, Mahobharat filmini ham aynan mana shu rejissyor boshchiligida suratga olingan. Albatta, ham ajoyib film. Yana bitta ma'lumot, 27-sentyabr O'zbekistonlik olima, texnika fanlari doktori, professor Qosimoxon va Anoraxon Mamasadiqovnani ham tavallud topgan kunlar ekan va bugun demak, Gulnur opa, ayni damda yana bir qo'shiq tinglasak, yurtdoshlarimizga go'zal bir taronani taqdim etsak, albatta ustoz, san'atkor, madaniyat san'at fidokori ko'krak nishoni sohibi Mo'minjon Haydarovni yana bir bor taklif etamiz. Sal yal yonib, tavustayni ming toblanib. Lolam sal yal yonib, tavustayni ming toblanib. Haram aylar urmen tamom, yuragimga cho'g'lar solib. Haram aylar urmen tamom, yuragimga cho'g'lar solib. Aylanar raqqosa qiz, o aylanar raqqosa qiz, gir aylanar raqqosa qiz, o aylanar raqqosa qiz. Can oladi imo bilan, uyaladi ibo bilan, can oladi imo bilan. Yo'qoldi-ku halovatim, yig'lar dilim navo bilan. Yo'qoldi-ku halovatim, yig'lar dilim navo bilan. Gir aylanar raqqosa qiz, hop aylanar raqqosa qiz. Aylanar raqqosa qiz, o aylanar raqqosa qiz.
yeganlarni kunlarga solar sanam shaydoligim qo'zg'ab yanarni kunlarga solar sanam jozibali sohib jamol oqqush bo'lib yonimda qol jozibali sohib jamol oqqush bo'lib yonimda qol ishkingda bor sor Muhammad bag'ringga ol go'zal hayol ishkingda bor sor Muhammad bag'ringga ol go'zal hayol aylanar raqqosa qiz hop aylanar raqqosa qiz gir aylanar raqqosa qiz hop aylanar raqqosa qiz hop aylanar raqqosa qiz hop aylanar raqqosa qiz davom etamiz. Mana yuqorida ham aytib o'tdik. Hozir aynan xonandamiz haqida ma'lumotlar yetib keldi. Ustoz Mo'minjon Haydarov 47 yildan buyon aynan pedagoglik sohasida faoliyat ko'rsatib, yoshlarga ta'lim, tarbiya berib kelmoqda. Shu bilan birgalikda o'zlar ayni mutaxassisligi urma, zarbi, cholg'u asboblari yo'nalishida yoshlarga bugungi kunda ham tahsil beryapti. Xonandalik sir asrorlarini ham yoshlikdan o'zlashtirib kelgan. Demak, yana ustozdan bir qo'shiq tinglasak, ana undan so'ng yana dasturni davom ettiramiz. Ustozni ham suhbatga chaqiramiz. Albatta, demak, bir taronadan so'ng navbatni ustoz bilan davom ettiramiz. Marhamat. Düşlerimde ko'raman ona boshimda bo'lasiz parvona Düşlerimde ko'raman ona boshimda bo'lasiz parvona yotar joyingiz jannat ekan behişt gullardan gulxona hur go'zalim sarishta onam parilarday farishta onam hur go'zalim sarishta onam parilarday farishta onam parilarday farishta onam bizlarni oq yuvib taragan dadamni joni dili bo'lgan bizlarni oq yuvib taragan dadamni joni dili bo'lgan oilam yuragi edigiz yaxshiliklar tilagi bo'lgan sarishta onam parilarday farishta onam hur go'zalim sarishta onam parilarday farishta onam parilarday farishta onam aytib
yotar bozoringiz izlayman sog'inib o'zim beshoraman yotar bozoringiz izlayman yotar mozoringiz izlayman tushimda doim ko'ray deyman tushimdan hech uyg'onmay deyman tushimda doim ko'ray deyman tushimdan hech uyg'onmay deyman ma'mur o'g'ilsan duosin doim jannatda ko'ray deyman ma'mur o'g'ilsan duosin doim jannatda ko'ray deyman hur go'zal mustarishta onam parilarday farishta onam hur go'zal mustarishta onam parilarday farishta onam parilarday farishta onam parilarday farishta onam parilarday farishta onam kelayotgan bayramlar muborak bo'lsin. Rahmat. Salomat bo'linglar. Mana hozirgina aynan onalarimizni e'zozlovchi go'zal bir taronani tingladik. Albatta, ona so'zini tilga olgan har bir inson borki, beixtiyor o'zini ko'z oldiga munis, duogo'y onasini keltiradi. Boshqacha tasavvur etish ham mumkin emas, chunki har birimizni jismimizga jon o'z onalarimizdan o'tadi. Bizni tomosha qilayotgan onajonlarimiz, opa-singillarimiz hamisha bir baxtimizga sog' bo'lsin, chunki ular bor, mana shu dunyo, mana shu olam go'zal va betakror hisoblanadi. Xush kelibsiz ustoz. Sizni ham yaqinlashayotgan ustoz va murabbiylar kuni bilan chin dildan muborakbod etamiz. Qo'limdagi kitob doira va urma zarblilar qo'llanmasi aynan bugungi ko'rsatuvimiz mehmoni Mo'minjon Haydarov tomonidan yaratilgan va juda ham hozir deyarli ko'z yugurtirishga harakat qildim. Bunda bemalol hamma mana shu doira va urma zarblilar bo'yicha hamma ma'lumotlar yozilgan, juda ham ajoyib qo'llanma ekan. Juda ham ajoyib qo'llanma ekan va shu bilan birgalikda bitta narsaga ko'zim tushib qoldi. 1982-yilda Germaniyada bo'lib o'tgan 7-jahon yoshlar festivalida ustoz san'atkor Komiljon Hakimov boshchiligida oltin medal bilan taqdirlangan. Biz hozir oltin meros bilan suhbatda ekanmiz. Juda ham xursandmiz. Endi suhbat davomida bu qo'llanma haqida ham to'xtalib o'tasiz, ustoz. Marhamat. Avvalo assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Mana shu bugungi eshittirishga bizni chaqirganlarga avvalo sizlarga rahmat. Doimo sog' bo'linglar, mana shunaqangi yaxshi kayfiyatda bo'linglar. Oilalar tinch bo'lsin. Rahmat. Yurtimiz tinch bo'lsin. Bir avvalo men aytmoqchimanki, shunday sharoitlarda yaratib bizga mana shunaqangi kunlarga yetkazganiga Allohga shukr qilaman. Avvalo prezidentimizga rahmat. Viloyat rahbarlariga rahmat, shahar rahbarlariga rahmat. Negaki bugungi kunda mana hattoki pensiya yoshidagi odamlarga juda katta imkoniyatlar yaratilgan. Shaxsan bizga ham mana bugun nasib qildi. Qo'limizdan kelganicha mana qo'shiqlarimizni aytyapmiz. Xo'p, qo'limizdan kelganicha yosh avlodga bilimlarimizni berib boryapmiz. Men eng bir baxtli ustozlardan desam ham bo'ladi o'zim. Sabab mana shu bir joyda 47 yil ishlab, shu yerda natija ko'rish, shunday bir o'zingizni farzandingizni bo'lib qo'ygan shogirdlar bilan birga ishlash bu juda oliy bir maqsad deb o'ylayman. Nimagaki mana shunaqa kunga yetishni o'zi juda ham bir baxt bu. Albatta. Mana qarangki, hech bu tarixda men o'qimaganman. O'zimni o'quvchilarim, o'zimni farzandlarim bugungi kunda o'zimga rahbar bo'lib turibdi. Ana.
Bu kunga ham shukrona keltiraman. Bu ham bir rivojlanishni bir tur. Yuqori natijalarda, Albatta, baland marralarda, albatta. cho'qqilarda ko'rish Ha, quvontiradi ustozni. Bular shunaqangi bir narsalarga erishyaptiki, hozir mana 7-sonlik musiqa bilim nimasida tarafda ishlayman. Bularda qilayotgan ishlari tahsinga loyiq. Har bitta qilingan ish. Mana yaqinda rahbarimiz Temirbek Bilimjonov mana shu yerda oyog'i yarashdi bizga. Shunaqa o'zbek tilida bir gap bor. Qadam yarashdi, qadam yarashdi. Kelgandan beri shunaqa internetimiz yana ham bir avval ham zo'r edi. Hozirgi kunda yana ham zo'r bo'ldiki, hozir borsangiz tanimaysiz-da. Yotoqxonalarga kirsangiz, boshqa kelsangiz shu internetmidi yo boshqami deb hayron bo'lib qolasiz haligiga. E'tibor shunchalik chiroyli. Men bulardan 1000 martadan roziman. Negaki yosh avlodimizni o'sib kelayotgan bir natijasi deb o'ylayman buni. Bular bilimli, bo'lib ham konservatoriyalar tugatishdi, o'sha internet tugatishib, konservatoriya borib tugatishib, bo'lmasa o'sha yerlarda ham qolib, domlar agar ustoz ruxsat bersa shu yerga chaqirishyapti konservatoriya. Aytdim, yo'q. Avval Andijonni biz yo'lga qo'yaylik, chiroyli qilaylik. Keyin mayli bir 20 yil, 15 yil ishlaylik, keyin bir gap bo'lar bu yoqqa. Deb ularni chaqirib, negaki bu kadrlar o'zimizga ham kerak. Endi hammasi o'qib Toshkentga qolib ketaveradigan bo'lsa, Andijonga kim xizmat qiladi? Andijonga kim xizmat qiladi? To'g'ri. Biz shuni deb harakat qilyapmiz hozir. 100 dan oshiq shogirdlarga ega bo'ldim. Biri-biridan zo'r. Biri-biridan. Men hali maqtanish emas. Bularni havas qilaman. Maqtansa ham arzigulik. Maqtansa ham arzigulik. Hammasi oliy ma'lumotlik. Keyin demoqchimanki, bilimlik asosiysi. Borib bir joyda mana masalan hozir 4 ta odamga rahbarlik qilish bu o'zi oson ish emas bu. Bu katta jamoaga rahbarlik qilyapti bular. O'shaning uchun xursandman. Mana shu shogirdlaringizni orasida bir juda bir yaxshi taniydigan, aynan o'zimiz viloyatimizda o'tkaziladigan tadbirlarda ko'rgan insonlarimiz bor. Aynan Botaxaralik A'zamjon Ahmedov. Aynan vodiyni mana shu muxlislarini tili bilan aytganda oltin panja deb qo'yishadi. Aynan A'zamjon akani. Nomer 1 doirachi. Ustozimiz, mana siz yaxshi eslatdingiz menga. Sherali Jo'rayev ustoz, mana Alloh rahmat qilsin. Shu ustozni yanlaridan ko'p nimalarga borib, ko'p tadbirlarga qatnashib keldi. Bu bolaga yoshligidan men mehrim tushgan. Sendaqasi bo'lmaydi hali. Qarab turasan, Xudo xolasa shunaqa natijalarga erishasanki, o'zing hayron qolasan. Ustoz, meni duo qiling. Onalari ham, dadalari ham. Duo qiling ustoz, duo qiling. Demoqchimanki, balkim shu biz ustozlardan olgan duolarning ijobatimi bu. Yoki o'zimiz avvalo Allohdan hammasi. Shu bolaga shunaqa bir omad berdiki, mana hozir eslatib o'tdingiz, nomer 1 doirachi bo'ldi Andijonda. Oltin panja deb qo'yishadi. Oltin panja shunaqa chiroyli chaladi. Taxallusi ham bor. Ha, taxallus ham bor. Taxallus ham bor. Keyin buni qo'lidagi nimalar ham, shogirdlar ham xuddi o'zdaqada, farzandlari ham shunaqa. Havas qiladigan darajada. Albatta. Mana Vosiljon bosh tarbiyachi bo'ldi. To'xtasin. Mana bu yigit bugungi kunda zavuch bo'lib ishlayapti hozir. Shu 100 ga yaqin o'qituvchilarga musiqadan rahbarlik qilyapti. Bu ham o'ziga yarasha mas'uliyati bor buni ham. Men havas qilaman yoshlarimizni. Endi mana shu musiqani, san'atni sevgan, mana shu yo'nalishga qadam qo'yayotgan yosh avlod vakillariga qanaqa bir tavsiyalaringiz, maslahatlaringiz bor? Endi siz juda ham tajribali, juda ham ko'p shogirdlaringiz katta yutuqlarga erishgan. Ana shu shogirdlaringizni bugungi kunda erishgan yutuqlarga albatta sizdek ustozlarning maslahati, tavsiyalari, bergan bilimlari, ko'rsatgan yo'l yo'riqlari xizmat qilgan. Endi yosh mana shu san'at sohasiga qadam qo'yayotgan, bu yo'nalishda bilimini chuqurlashtirmoqchi bo'lgan yoshlarga qanaqa tavsiyalaringiz bor? Hozirgi yoshlarga tavsiyam shundayki, bitta sozanda paydo bo'lish uchun bizga ustozlarimiz aytadi. O'qigan ustozlar 5 yil muzika maktabida o'qigan bo'lsa yoki internatda 9 yil o'qigan bo'lsa, undan keyin kollejimiz bor. Kollejda keyin konservatoriya bor. 5 yil, 6 yilda tugadi, 4 yil, 6 yil. Bir 15 yil, 20 yilga yaqin shu ketar ekan. Faqat shu etapdan o'tsin deyman. Nimagaki bilimli odam hech qachon kam bo'lmaydi. Hozir ko'ryapman ko'zim bilan. Mana shu bolalar, men aytaman, 100 ga yaqin shogirdlar. Men hammasini aytishimcha yana bitta bir eshittirish qilishimiz kerak-da. Men bu familiyalarni aytish uchun katta bir vaqt kerak bizga. Endi hozir vaqtimiz chegaralangan. O'shaning uchun men bularda bir nima qilmoqchimanki, mana shu kitoblarda ko'p o'qish kerak. Tarixni bilish kerak. Ustozlarning duosini olish kerak. Albatta ularda ustozini doim ko'rganda
hurmat bilan qarash kerak. Domla, mana hozir kitobni varaqlab ko'rib o'tiribman. Aynan Andijon polkasi, mana yurtdoshlarimizga ham ko'rsataylik. Orif garmon musiqasi Mo'minjon Haydarov doira uchun moslashtirgan va Muratova fortepiano uchun moslashtirgan. To'g'ri. Endi bu yerda hozir 3 ta cholg'uga tengidan notalar yaratilganmi? Albatta. Bizda mana Andijon polkasi degan kuyimiz bor. Dunyo biladi buni. Dunyo biladi. Bu kuyni men olishimdan maqsad bizda shunaqaki, nota bilan shug'ullanganimizdan keyin doirada chalsak, cholyapti deb ko'pchilik odam tushunmaydi. Buni musiqasi bilan yoki ksilofonda yo g'itchada yo narsa chaldirsak, Andijon polkasi deydi. Doirada lekin ko'pchilik odam tushunmaydi. Biz nima qildik? Shuni ksilofonda chaldirdik. Ksilofonda. Buni partiyasini bor. Unga fortepiano biz moslashtirdik. Zera Muratova biz bilan birlashdi. Zo'r mutaxassis, juda ham o'zbek koloritini juda ham yaxshi biladigan. Xo'p, bu ayolga men iltimos qildim. Keling dedim, mana shu kitobda tarixda qolasiz, xudo xolasa. Bunga, ya'ni Dilxiroz degan kuyimiz bor. Mana shu uning ichida 20 ga yaqin asari bor-da, 20 ga yaqin. Agar shuni hammasini cholib shu etapdan o'tsa, hech bo'lmasa bir internatda 9-sinfga davr yoki bo'lmasa 11ga davr bitiradigan bazaga ega bo'ladi. Oliy o'quvchilarga ham yaraydigan asarlarimiz bor. Yana harakat qilyapmiz kitoblar yozishga. Xudo xolasa bu hamma ko'riklardan o'tgan, Toshkent konservatoriyasidan o'tgan, boshqaga hozir foydalanib kelyapti Andijonda. Muzika maktablarimizda, O'zbekiston kollejda, Davlat konservatoriyasi dotsenti, barchamiz uchun yaxshi tanish bo'lgan Ilhom Ikromov, shu bilan birgalikda marhum ustoz san'atkor, O'zbekiston xalq artisti, professor, buyuk xizmatlar uchun orden sohibi G'ulomjon Hojiqulovlar aynan ushbu kitobga taqriz berganlar ekan, ko'ryapmiz. Va yana bir jihat tortib, aynan o'zbek musiqalaridan tashqari jahon musiqalari, aynan avtomobildan saqlaning filmini musiqa notalari ham joylashgan ekan. Albatta bor. Uning ichida faqat o'zbekcha emas, bu endi biz dunyoga chiqishimiz kerak-ku. Mana misol uchun chet el, vengercha raqs degan kuylarimiz bor, norveçcha raqs degan kuylarimiz bor. Rus o'qishdan avtomobildan saqlaning hozir aytdingiz. Keyin o'qish nimasidan baletidan raqs degan bir Chaykovskiyning zo'r chiroyli, butun chiroyli asarlarni shunday ichiga jamlaganman. Undan tashqari Andijondagi buyuk ustozlarning rasmlarini ham shunday ichiga joylaganman. Bu 3 shastdan iborat, 3 bo'limdan iborat. Agar shuni biz endi yaqinda mana Sharobiddinda xabar bor, 2 yil bo'ldi. Vazirimiz keldi biz internatimizga. Kelib bizga yangi topshiriqlar berdi. Domla, sizlarga mutaxassislar bizga kerak hali. Mana shu urma asboblar bo'yicha doira bo'yicha shunaqangi bir narsani bizga yaratib beringki, necha xil turi bor, qaysi millat qanaqa asboblari bor. Bizda urma asboblarda turi 300 dan ko'p turi bor ekan, qarang. Hozir biz o'rganish olib boryapmiz bu to'g'risida. Bulardan hozir tirajga berganmiz. Xudo xolasa tiraj bo'lib, mana muzika maktablariga biz endi o'zimiz nima qilganimiz uchun 100 ga yaqin chiqarganimizda faqat atrofimizda shogirdlarga berdik. Mana muzika maktablariga 3-4 tadan berdik xolos. Xudo xolasa hali minglab tirajda chiqadi degan umiddamiz. Vazirimizga berganmiz shu narsani. Juda xursand bo'ldi. Hattoki xursand bo'lgandiga bizga mana ordenlar berdi. Ikkinchi orden. Hali siz aytgan 82-yildagi u boshqa u. Medal, u KPKda turadi u. Bunisini fidoyisi. Shuni shaxsan o'zlari xursand bo'lganidan, shu mehnatlarimiz uchun berdi. Men vazirimizdan juda xursandman. Men kutmagan edim. Hattoki bugungi eshittirishda ham mana men juda ham bir baxtli odamman. Bir Xudo beradigan bo'lsa shunaqa ekanda endi. Ko'z tegmasin. Mehnatlaringizni samarasi har doim sizni xursand qilsin. Kuch-quvvat tilaymiz sohangizda, faoliyatingizda. Hali ko'p yillar musiqiy bilimlaringizni, o'zingiz bilgan sir asrorlarni yoshlarga o'rgatishdan charchamang. Ovozingiz ham hech qachon bir o'zgarish bo'lmasin. Sizdan yaxshi qo'shiqlar, yaxshi san'at asarlari va bu qo'llanmalarni yanada ko'proq, yana kuchlirog'ini kutib qolamiz. Sharobiddin ko'rsatuvimiz uchun ajratilgan vaqt nihoyasiga yetyapti. Ustozdan yana bir go'zal tarona tinglasakda, undan avval biz xayrlashib olamiz va bugungi Andijon nafasi ko'rsatuviga ustozni qo'shiqlari yakun yasab beradi. Albatta, ortda qolgan daqiqalar davomida bizni tomosha qilib borgan barcha yurtdoshlarimizga
o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz, chunki bizga ajratgan vaqtingiz, bizni tomosha qilganingiz, eng asosiysi e'tibor bilan, diqqat bilan bugungi dasturni tomosha qilib, o'zingizga kerakli ma'lumotlarni, yuqori kayfiyatni olgan bo'lsangiz, albatta biz bundan xursandmiz, chunki bizdan hech qachon uzoqlashmang. Biz sizga faqat eng yaxshilarini ilinamiz. Biz sizlarni hamisha yaxshi ko'ramiz. Kelasi jonli efirlarga qadar sizlar bilan xayrlashamiz, muhtaram do'stlar. Ko'rsatuvimizdagi ishtirokingiz uchun rahmat. Yana bir bora xush kelibsiz. Rahmat. Sizni esa Azizlar, siz kunlaringiz tashrif buyursiz. xayrli, har lahzangiz zavqli onlarga to'la bo'lsin. E'tiboringiz uchun rahmat. Kelasi ko'rsatuvlarimizda uchrashguncha omon bo'ling. Ruzhanesi yaxshi. Har kim seni üzüktü, ruzhanesi yaxshi. Oq egri-yu, oq to'g'ri-yu, ostonasi yaxshi. Oq egri-yu, oq to'g'ri-yu, ostonasi yaxshi. Yuzga yilli mayxonasi çayhanesi yaxshi. Yaxshi, yaxshi, çayhanesi yaxshi. Yaxshi, yaxshi, çayhanesi yaxshi. Kaşanesi yaxshi. Yaxshi, yaxshi, kaşanesi yaxshi. Yaxshi, yaxshi, kaşanesi yaxshi. Har kim seni üzüktü, ruzhanesi yaxshi. Oq egri-yu, oq to'g'ri, ostonasi yaxshi. Oq egri-yu,